Assalomu alaykum. Biz bugun kompyuterning saplamasini qanday ko'rishni o'rganib o'tamiz. Bu orqali kompyuterimiz tuvanmi, yuqurmi, qaysi saviyada ekanligini bilish bilan birga, kompyuter olgan chog'da qanday saplamali kompyuterni olsak yaxshi bo'ldi, buni o'rganib chiqamiz. Buni bilish uchun avval o'zimizda bor kompyuterning saplamasini avval ko'rishni bilishimiz kerak. Onun uchun deganda Ctrl Shift ESC knopkasini bosgandan keyin oldimizga bunda bir ko'znak chiqadi. Bu ko'znakdan deganda Performance degan ko'znakni bosgandan keyin bizningki mushu kompyuterda bor saplangan CPU, andan keyin RAM, andan keyin qattiq diska, andan keyin tor kartasi, andan keyin Wi-Fi, undan boshqacha ekran kartasi degandek narsalarni o'zini bizni ko'rsatib turadi. Bundan sonra tez suratda bir ko'rib chiqaylik. CPU deydi. CPU degani bizningki eng muhim markaziy bir taraf qilg'uch uskunimiz. Buningki degan chog'da qarasak Intel Core i7 7700HQ deb. Andan ikkinchi deganda ikkinchisi bellak debdi. Ya'ni bu ishki saqlag'uchimiz. Buning cho'ngligi deganda 16G deb turibdi bu yerda, 16G. Andan ikkinchi deganda asta qarasanglar disk 0, disk 1 debdi. Kompyuterda 0 dan boshlab sanaydi, 1 dan boshlab sanamaydi. Shunga birinchi diskimiz, ikkinchi diskimiz. Birinchi diskimiz deganda qarasanglar 239G. Ya'ni 250 ni 239 deb hisoblaydi. Demak, bizning birinchi diskimizning o'zi, qattiq diskimizning o'zi bu. Andan keyin disk 1 deganimizning o'zi ikkinchi diskimiz. Bu deganda 1.8 TB deb turadi, ya'ni 2 TB. 2000G qattiq diska. Andan keyin deganda Ethernet deydi. Bu simliq torninki. Ya'ni bu simliq tor, Wi-Fi degan narsalar har qanday kompyuter bo'ladi, shon buni ko'rishning hojati yo'q. Andan keyin eng asli qarasak, bizning eng muhim uskunimizdan birisi GPU, ya'ni grafik kartimiz. Bu grafik kart qanday ekan degan chog'da Nvidia'ning GeForce GTX 1060 deydi. Buning tipi shu. Andan keyin deganda asli qarasak, buningki 6G ekran karti ekanligini bu yerda bizga deb beribdi. Xo'sh, unda bo'lsa, biz endi kompyuterning saplamasini bir-bir ko'rib o'tgan bo'ldik. Unda bo'lsa bu kompyuter endi tuvan saviyali kompyutermi, yuqori saviyali kompyutermi, buni bilish uchun degan chog'da biz buni tez suratda bilish uchun qanday qilamiz degan chog'da bizningki bu yerda bir tal tor bekitimiz bor. Bu tor bekatga chiqish orqali bizningki kompyuterimizning tuvan yoki yuqoriligini bizga tez suratda deb berdi. Nima uchun bu tor bekatdan foydalanamiz degan chog'da bu kompyuterning saplamasi naiti ko'p bo'lganligi uchun, ya'ni bir xil narsa yo'q buning ichida. Masalan, AMD, Intel degan bilan buning ichida nurg'un tiplari bor. Bu tor bekatning adresini videoning ostida ulanish qilib berdik. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu yerda bizningki Rank My Computer deb bizningki bir tor betimiz bor bu yerda. Bu tor bet orqali degan chog'da kompyuterning tuvanmi, o'tiralmi, yuqurmi degandek mushini deb berdi. Qarasanglar, birinchi qatim kirsanglar, bu yerda mana I accept degandan o'zini bir qatim chekib o'tgandan keyin Rank My Computer deganni bossizlar. Bosgandan keyin degan chog'da sizning kompyuteringizga bir tal narsa tushidi. Buni degan chog'da qaydat deganni besib o'tgandan keyin hozir bu kompyuteringizga tushib bo'ldi. Tushib bo'lgandan keyin degan chog'da buni biz bu tor ko'rgichimizning bu yerning o'zini qo'sh chekish orqali degan chog'da biz bu narsaning o'zini kompyuterga qachlaymiz. Mana. Hozir kompyuterga qachlanayotdi, birdan saqlaylik. Tamam. Hemen qilib bo'ldim deydi. Xo'sh, qilib bo'lgandan keyin o'zi avtomatik yo'qolib ketib, andan ikkinchi deganda bu torbetning o'zi qayta yangilangandan keyin sizlarga saplamasini hammani ko'rsatib berdi. Endi bu yerda ko'rsanglar, nurg'un narsalar bor. Mana sizlarningki kompyuter mana your computer deb bu yerda turdi. Qarasang ostida nurg'un narsalar bor, ustida nurg'un narsalar bor. Endi men bunda jiq narsalarni sizlarga ko'rsatib, sizlarni murakkab yak boshlab kirgim yo'q. Buning ichidan degan chog'da Buning uchun degan chog'da mana bu katalogga degandan chiqib kirsanglar, mushning chiqib kirsanglar, bu yerda 5 ga bo'ladi kompyuterni. Qarasanglar mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi. Demak, sizlar kompyuterni 5 ga bo'lib ko'rsanglar, bu birinchi darajalikmi, ikkinchi darajalikmi, uchinchi darajalikmi, to'rtinchi darajalikmi, beshinchi darajalikmi. Demak, mushaga qarab kompyuteringning qancha darajada ekanligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu orqali degan chog'da sizlar o'zingizning kompyuteringning qaysi saviyada ekanligini bila olasizlar. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Hammangizlarga Alloh omonat.